Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun 15 oktyabr 2025 yil Katalon shahar hokimiyati binosida uchrashuv o'tkazmoqdamiz tadbirkorlar bilan. Asosiy maqsadimiz uy ish tajribasiga asosan tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar berish evaziga yangi ish o'rinlarini yaratish. Asosiy maqsadimiz shu munosabat bilan prezidentimiz 312-son qaroriga asosan oxirgi bir yillikda aylanmasi bor yuridik shaxslarga 100 milliongacha garovsiz hamda 300 milliongacha yengillashtirilgan garov evaziga toifasiga qarab оборотga bo'layotgan bo'lsa 1,5 yilga, uskuna oladigan ishlab chiqarishga oladigan bo'lsa 6 yilga kreditlar ajratyapmiz. Bundan tashqari o'zimizda prezidentning 7-son qaroriga asosan o'zimizga biriktirilgan mahallalarda 10 milliongacha 23%dan o'zimiz band qilgan ishsiz fuqarolarga kreditlar ajratyapmiz. Bundan tashqari prezidentimizning 60-61-son qarorlariga asosan institutni bitirgan, shu yil 2025-yilda bitirib bironta korxonaga ta'sischi bo'lsa yoki yangi korxona ochadigan bo'lsa ham zalogsiz 100 milliongacha kreditlar ajratyapmiz. Bunda foiz 18%, ustini oladigan bo'lsa 6 yilgacha beryapmiz. Bundan tashqari agar zalogi bo'ladigan bo'lsa 1 milliardgacha ham 18%dan kreditlar ajratyapmiz. Kimda yana savollar bo'lsa, tushunmovchilik, bankka tegishli taalluqli muammo, taklif, nimalar 18%lik оборотgami yo'q? Оборотga ham beramiz. Aylanmaga. Оборотga ham beramiz. O'sha yosh tadbirkor, o'sha institut bitirgan ularga bo'lsa. Ta'sischi bo'lsa ham bo'ladi. Korxona rahbari bo'lishi. Milliy bank qatori deydi. 18%dan yillik 18%. Talab hujjatlari keyin aytiladi-da. Hujjatlari hozir taraddud, agar 312-sonli qaror bo'yicha oxirgi 1 yillikda оборот qilgan bo'lishi kerak. Korxona, yuridik shaxsga faqat. Jismoniy shaxsga emas. Ochilganiga 1 yil to'liq bo'lmasa ham bo'lmaydi. To'liq 1 yil bo'lgan bo'lishi shart. Keyin оборот qilgan bo'lishi kerak. Masalan, 3 oy оборот qilib, to'g'ri oy оборот qilmay, yana оборот qilmas. Bir yil оборот qilib bo'lishi kerak. Kam summa bo'lsa ham оборот qilib bo'lishi kerak. Jismoniy shaxslarga qanaqa? Jismoniy shaxslarga 10 milliongacha, boyagidek hozir bitiruvchilar, yoshlarga prezident 60-son qaroriga asosan 50 milliongacha sug'urta kafilligi asosida ularga ham 18% kredit beramiz. Vizalar shu sug'urta. Garov evaziga sug'urta bo'ladi, sug'urta kafilligi. Sug'urtani kim bank tomonidan ta'min qiladimi yo? Yo'q, u bank tomonidan jismoniy shaxs o'zi to'g'ri o'sha narsa berish. sug'urta berish. Kredit muddatidan kam bo'lmagan Nechagacha dedingiz? 50 milliongacha. 50 milliongacha. Sug'urtasi 2,5 milliongacha sug'urtasi bo'ladi. Muddat 6 yilga bo'lsa-da, undan kamroq bo'lsa sug'urtasi kamroq bo'ladi. Yiliga qarab narx aniqlashadi. Bitiruvchidan farqi yo'qmi? Farqi yo'q, institut bitiruvchisi bo'lsa bo'ladi. Institut bitiruvchisi. Endi hozir 4-kurs o'qiyapti. Keyingi yil bitirayotgan bo'lsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Xotin qizlar farqi yo'qmi? Farqi yo'q. Buni beramiz. Oliy sanasiganmi? Bunday yana savollar bor. Agar savollar bo'lmasa, uchrashuvimizni tamomlaymiz. Hammaga katta rahmat.